Sırla, omon sırla yollarım. Yollarım omonla. Bugünkü video doğrusu kalağım için bo'ladi. Yani bu doğrusu kalıqqa tegishlik. Bundan keyin maqsadi ham bu. Bundan keyin har hafta yo bir oyga 2 marta, 1 marta xususan qaliq tarixidan yani bir nima deylik, bir qismat qaliq tarixidan ana gapirish. Men shuni niyat qilganman, chunki o'zi ham xususan mana shu videoning nomini qo'yganim o'zi daraxt. Mana shu daraxt reshasi bo'lmasa ko'karmaydi. Reshasi bo'lmasa yerdan suv ololmaydi o'ziga. O'ziga mana shu ovqat ololmaydi. Daraxtni ko'kartirayotgani bu reshasi o'zi asli. İnsonni kimligi ko'karishi bu to'g'ridan to'g'ri tarixi. Agar insonni tarixi bo'lmasa, bu tomon inson o'zi hech narsa. Shu uchun shu dunyoga qancha millatlar bo'ldi, qancha davlatlar bo'ldi, bular hammasi o'sha o'zlarining reshasiga, o'sha tarixiga asos berib davlat qildilar. Va qaliqni eng katta qilgan xatosi mana shu ishonishi, bir narsaga ishonishi, nima bo'lsa bo'ladi, ijtimo qilmaydi, ey odamuz-ku deb qo'yadi. Mana shu narsalarni qaliqda olib kelib, bugungi mana davlati bu, na bugun kelib millati ham yo'qolib ketdi-da asta-asta qaliqda. O'shaning uchun bu dunyo o'zi hammasi shu talosh, kimliging uchun, kimsan, kim bo'lasan, kim qolasan degan narsa bu dunyoda. Bir xil odamlar hech narsasi yo'qdan o'zlarini bir boshqa bir reshalarga bog'lab, o'zlariga bugun davlatlar qildilar. Davlatlari bu. O'zini bayrog'i bu, o'zini uyi. Mana shu agar o'z davlating bo'lmasa, xittiki mana shu o'z uying yo'q, kvartiraga yashagandaksanda, mana shu agar o'zingni, shu har bir millatni o'zini agar bir davlati bo'lmasa, u millat bir kvartirannak xabar, bir joyga bir kvartira snimat qilasan, qachon kerak bo'lsa seni chiqaradi yerdan, qachon kerak bo'lsa sen uyga ijtimo qila olmaysan, hech haqqing yo'q uyga. Mana aynan mana shu sharoit, mana shu ahvol bo'ladi agar o'z davlating, o'z yering, o'z territoriya haqqing bo'lmasa, agarki mana shu seni haqqing bo'lgan hech kimni teginishga haqqi yo'q. Sen o'zingni taqdiringni o'zing hal qilasan degan agar millatga bo'lmasa, u millat davlat bo'la olmaydi. U millat mana bir kvartirannak. Men bugun men o'zim mana shu xittiki mana shu Polshaga qanoqman, bir kvartiranman, hech narsam yo'q, hech haqqim yo'q shu yerga. Chunki men bu yerda odam emasman. Shunoq Tojikistonga ham shu ahvolman, misol olaylik. Hech haqqim yo'q, biron narsaga haqqim yo'q, meni siyosatga haqqim yo'q, politikaga haqqim yo'q, o'z yerimga haqqim yo'q. Bir yerga qo'y boqay desang, bu keladi, meni yerim deydi, seni haqqing yo'q deydi. Bir og'zi kajala tutalak bir go'dagi ham kelib, sen kvartiransan bo'ra degandak, sen ko'chmanchisan deb yuboradi. Mana shuni bir umr mana shu tahanan tayiga yuriysan-da, agar o'z yering bo'lmasa. O'sha o'z yering yoki o'zingni polni alishtirishing kerak. Mana qildilar bir xil odamlar o'zlarini g'irt bor dokumentlarini tojik qilib oldilar. Men tojikman deb yuribdi. Yo'q bo'lmasa maydonga chiqib o'z haqqingni olishing kerak. Yo qolasan, yo bor bo'lasan.
buni bor bo'lib turib hali bir kvartirani bir joyga yashagan, mana shu bu narsani kim kvartira yashasa bir joyga haqqing yo'q hech narsaga, aynan mana shu yerdan bilib olishing mumkin. Shuning uchun hali yo'q odamlar o'zlariga tarix so'zladilar, tarix to'pladilar, chini yolg'onni yozdilar, o'zlariga davlat qildilar. Chunki ular chiqdilar maydonga, haqlarini talab qildilar, oldilar, o'zlariga so'zladilar. Ammo mana shu qalliq hammadan qolib ketgani, bu qalliqni mana shu eng chuqur o'qiga yotganiki, hech qalliq bu o'qidan to'ra kelmaydi. Mana shu yotib olgan o'qiga bu o'qidan to'ra kelmaydi. Aytsang nima qilasan, kimga kerakdi? Qo'yib bo'laveradi, shu yashayotdik-ku degan so'zdan nima qiladi. Shu uchun insonni tarixi, insonni reshasi, daraxtni reshasi o'sha daraxtki, daraxt undan suv ichadi, undan g'izo oladi, daraxt o'sadi, ko'karadi. Agar daraxt reshasini kessang, u daraxt ko'karmaydi. Shu uchun ham agar qalliqni tarixini kesdilar, bugun qalliq ko'karmayapti. Qalliq bugun hosil bermaydi, qalliq bugun ko'karmaydi. Qalliq bugun yog' bo'lib ketgan. Qalliq bugun o'zi-o'zidan uyatib yuribdiki, men qalliqman deb. Bo'lmasa qalliqda eng katta, eng ko'hna bir tarixi bor bu qalliq. Xususan O'rta Osiyoga eng katta tarixga ega bu qalliq. Eng uzun tarixga ega, eng katta tarixga ega bu qalliqlar bo'ladi. Ana jonim qaytamiz qalliqni kechirasizlar, bu nimadan o'tyapman, tunnel usti shishalangan, lip-liplaydi. Mana shu qalliqni tarixi. Shu uchun ham men o'zimga maqsad qo'ydim, bir qalliq o'g'li, bir qalliqni o'risiga patonkasi deydi-ku, o'sha sifatiga o'zimga bir maqsad qo'yganmanki, men kam mardumni bu o'z tarixidan xabar qilish. Endi axir boshqa o'zlari biladilar, u nima qiladilar, nima qilmaydilar, neki qalliq o'zi bilishi kerak. Xo'p, hozir men bu videoga, bu qilayotgan videomga bir opsha aytib o'tib ketaman, keyin bundan keyin har birtasiga to'xtalib bir haftaga birta yo 2 haftaga birta video qilib davlatdorligi, ekonomikasi, buni shohlari, kaganlari, kimni degan yerlari, hamma bu to'g'risiga mana shu kam bilmem bir 20 minut 30 minutlik bir videolar qilib qo'yaman. Endi bu yerga men o'zimni to'qqanligim, chunki bu narsa ko'p katta narsa. Bu narsani, bu tarix masalasini insonlar o'zlarini so'zlash masalasiga agar kelsak, bunga hozirga olib qarasak agar, xuddiki bir davlat o'zi kuchini yuboradi. Davlat qancha pullar ajratadi bu narsalarga, qancha odamlar, mutaxassislar tayyorlaydilar ki bu narsani kuniga chiqarsalar va birta bir videolar qilsalarki o'sha tarix masalasiga. Men bir o'zimman. Men o'zim na montaj qilaman, na birta pul beradi menga, na birta yordam beradi menga. Xolos, menga biror narsa yo'q. Lekin shu narsani men bir o'zim mana shu maydonga chiqqanman. Men bir o'zim shu narsani shu maydonga olib boraman. Agar biron qalliq bo'lsa, xohlasa, agar o'z tarixi uchun o'zini bir nimasini qo'shmoqchi bo'lsa, agar bir sahmini qo'shmoqchi bo'lsa, o'zini bir quvvatini qo'shmoqchi bo'lsa, o'zini aqlini qo'shmoqchi bo'lsa, o'zini kuchini qo'shmoqchi bo'lsa, meni Facebook'imga Astana Arslon Kagan chiqsa, gapirsa, biz nima qilamiz? Ya'ni birga ishlaymiz, birga videolar qilamiz,
faqat bu tarix to'g'risiga bo'ladi. Bu biror narsaga aralashmaydigan narsa. Tarix qallig'di tarixi. Har kim meni alima chiqadi ki bu tarix meniki, yo bu tarixga seni haqqing yo'q, yo sen usan busan desa, u avtomatik meni dushmanim va men unindan dakansa bu masalani hal qilaman. Bu biron problemasi yo'q. Chunki meni tariximga dushmanlik qilgan inson bu meni dushmanim. Bu meni millatimni dushmani. Bu prostoy narsa emas. Agar fakt asnod dalil bilan kelsa gapirsa, men biror narsa demayman. Men aytaman, marhamat, olib keling, qanding nur deyman. Xolos, qalliq kaganati bu tashkil bo'ladi. Xato qilmasam shura suratini qo'yganman. 756-yil qalliq kaganati tashkil bo'ladi. Endi qaydga olingan yili bu. Bundan allin, ya'ni 5-asrga o'zi asli qarib 200 necha yil allin qalliq nomi, qorliq degan nomi bu o'zi tarixga bir mayda bir правление to'g'risiga, ya'ni bir mayda mana shunaqon yangalaring kelsa agar, men shu o'zimni o'zim to'qqamanda o'sha bir moderatorlar yo'qki, men shu yangalaringni nara qilib qo'ysalar, chunki bu yangalaringni vazifasi shu kirib faqat shu so'kuv turishlari. Xulos olsak, qalliq bu 5-asrga o'zi asli Xitoy xronikasiga, tarixlariga qalliq degan nom bu kiradi. Qalliq bu buloq, chigil, yana bir taydigasi yodimdan chiqdi. Ko'p nomlar yodimdan chiqishi mumkin. 3 ta qabiladan bular tashkil bo'lib, o'sha zamonga 3 qabila birlashib 3 qarliq degan nom bu Xitoy xronikasiga 5-asrga bu narsa yozilgan, ya'ni ki qaydga olingan. Bular asta 7-asrga kelib turib eng katta bir imperiyani tashkil qilgan 9 ta qabila bularga kelib qo'shilgan. 9 turk qabilasidan qalliq degan davlatga, qalliq degan nomni bayroqni tagiga bular 9 qabiladan 7-asrda o'rtasidan 751-yildan 56-yildan xato qilmasam, bular o'z davlatlarini quradilar. O'z davlatlarini quradi. Bu davlat xuddi Tianshan, ya'ni Olotog' tog'dan tartib to bugungi Tojikistonni, ya'ni Sirdaryosiga davr yeri bo'ladi. Bundan keyin 7-asrda o'rtasiga 7-asrda bular 751-yil bo'ladi. Shu yillari so'rasaligina men yodimdan chiqqan, agar xato qilmasam. Bu o'rtaga talas urushi bo'ladi. Arablar bilan Xitoylar urushi bo'ladi, musulmonlar bilan Xitoylar. Bir narsani aytib o'tayki, qalliq dini bu Tengriya budizm dini bo'lgan. Ya'ni ki boshqa dinlar ham bo'lgan, asnovnoy Tengriya bo'lgan. Ya'ni bizda momalarimiz ham duo qilsa, boshqalar ham Tangri Alloh qo'llasin deydi-ku. Ya'ni Tangri dinlari Tangri din bo'lgan. Bu Tangri tabiat dini, ya'ni ki tabiat. Sensan, odamsan, tabiatsan, tabiatgasan, oftob, oy, yorug'lik, qorong'ilik, olov, bular hammasi aralashishgan, bular bir muqaddas bo'lgan bular uchun. Xulos, Xitoy bilan nima urushiga kelganda, bular uruv berdi, Xitoy bilan Arabni orasiga qo'shilib, Arabni tarafini olib, qalliq bitva talas yozsang agar, bugun topishlaring mumkin. Uruv oladilar, Xitoylarni suradilar. Uruv dalshi bugungi mana bu Badaxshon, Xatlon yerlarini hammasini bu tomonlarni o'z tasarrufiga oladilar. O'z tasarrufiga oladilar. Bular biron insonni na diniga teginadilar, na tiliga teginadilar. Chunki faqat bularga nima o'sha territoriyalar kerak. Bular как главный, boshqa o'zing ichingga nima qilsan qilavergan. Hech kimni diniga ham, tiliga ham teginmaydilar.
hech kimni almashtirmaydilar ham. Bu kelov Qalliq kaganati kelov 940-yilga kelov bu o'rtaga 900 shu yillar kasal yo'dimi yo'q 800 qaysi yildan boshlanadi 920-yillarni boshlanadi. Somoniylar urushi Qalliqlar bilan urushlari boshlanadi. Chunki Somoniylar musulmonlikni qabul qiladilar, Qalliqlar qabul qilmaydilar musulmonlikni. Ya'ni bular musulmonlikni qabul qilmaydilar. Yordam beradilar arablarga, lekin qabul qilmaydilar bular. O'sha o'z Tangri diniga qolaveradi. Bular arablar Somoniylar bilan keyin boshlab urush ochadilar Qalliqlar davlatiga. Qalliqlar davlatiga urush ochib, birinchi Taraz shahri bugun hozir ham Qozog'istonga nomi Taraz turgan shaharda oladilar. O'sha yerda polniroz buzuv, keyin nima qilib birinchi masjid soladilar. Keyin ketadi dalshe Balasag'un Suyab degan ikkita stolitsiyasi bo'ladi Qalliqlarni. Katta o'tiriq yerlar ikkita stolitsiyaga. Bular Somoniylar urush qilib xela yerini Qalliqlarni oladi. Qalliq Slavi bo'ladi. Qalliqlarni keyin yangi dinastiyasi ichidan yana keyin chiqadi. Bular o'zlarini Afrosiyob yo'q Qoraxonliklar deb nom qilgan. O'zi asli Afrosiyoblar deb chiqadilar bular. O'zlarini Afrosiyob deydi. Qoraxonlik dinastiyaga alishadi. Qalliq kaganati dinastiya Qoraxonlik almashadi. O'rtaga Smena dinastiya bo'ladi. O'rtaga Smena dinastiya bo'lgandan keyin Qoraxonliklar keyin Abradna urush ochadilar Somoniy davlatiga. To Somoniy davlatini 999-yil polniroz o'sha bayrog'ini tushirguncha Qoraxonliklar bular keyin uradilar. Ya'ni ki bir tarixlar aytishicha 15 yil urushadilar. Bir tarixda aytishicha 20 yil Qoraxonliklar Somoniylar davlati bilan urushadilar. Asta bo'lak yerlarni tartib oladi. Somoniylar eng katta imperiya tashkil qiladilar, eng kam umr bilan tashkil qiladilar. Nimaga deganki, bu imperiya tashkili arab yordami bilan bo'ladi. Chunki ko'p joyda olganlari bu islom olib borishdan bo'ladi. Islom olib boradilar. O'sha islom shiori bilan, jihod shiori bilan sizlarni biz islom qilamiz deb va arablar yordamiga bular ko'p yerlarni oladilar. Bular ko'p yerlarni oladi. Neki bu yerlar ko'p bularni qo'liga tura olmaydi, chunki oradan bir 15-20 yil o'tgandan keyin, 10 yil o'tgandan keyin, chunki postoyanno Qoraxonliklar vaqtdan napadat qilib turadilar, urib turadilar. Uchenga o'zi odam kam bo'lgan, armiyani 4 tomonga rasprediyat qila olmaganlar bular. Chunki u olgan yerlardan soldat olganlar, u soldatlar bularga sodiqona urush qilmagan. Ya'ni ki bosqin bo'lgani uchun taksibe urush qilganlar, uni qattiq emas. Shu sababli Somoniy davlatini ya'ni pora yo'qotishni boshlaydi. Ya'ni Eron tomonidan, u tomondan, bu tomondan kelib Samarqand, Buxoroni, Samarqandni oladilar. Buxoroliklar, bugun Qoraxonliklar, bugungi kelib mana Toshkent yerini oladilar qo'lidan. Keyin avval u tomondan boshlaydilar, shu Taraz bu yerlarniki Qalliq kaganatidan olgan edi Somoniy, u Qoraxonliklar urib olib kelaveradilar. Shu 20 yil ichiga oxiriga shu 20 yil ichiga oxiriga kelib to Buxoroni ham oxirongi stolitsiyasi bo'ladi bu Somoniyni, Buxoroni ham oladilar qo'lidan. Shuning bilan to 1212-yilga davr yo 21-yilga davr xato qilmasam, ya'ni Qalliq davlati umuman общий territoriya ki Samarqand, Buxoro, bugungi Tojikiston, boshqa hamma joyda bularni boshqa qo'llardan hammasidan olinadi. Hozir biz aytsakki, agar bu davlatlar aslan reshasi shu Somoniy davlati desang yo'q, chunki
qoraxonlikdan ham allin, somonidan ham allin, boshqalardan ham allin bularga sug'dliklar bo'lgan. Bularga boshqa bir mana insonlar bo'lgan. Kam qabilalar bo'lgan. Bular davlat bo'lmagan, bular shohlik bo'lgan. Ya'ni davlat bilan shohlikni ajratish kerak. Bularni ko'p shohliklarni bizlarning historiklari davlat deb yuboradilar. Davlat boshqa narsa, shohlik boshqa narsa. Agar hozirgi tilga olib qarasak, mana современный hozirgi zamonga olib qarasak, shohlik bu oblast, davlat bu o'zi davlat, hozirgi davlatimiz. Mana agar Tojikiston degan so'zga agar qarasak, Badaxshon oblastimiz bu, Xatlon oblastimiz bu, Sug'd oblastimiz bu. Ya'ni 3 ta oblast bu bizga. Poytaxtimiz bu. Ya'niki bu общий hammasi termin davlat bo'ladi. Alohida bo'lsang agar bu har bir o'sha zamonga shunoq viloyatlarni bir shohlik deydilar. Agar biz qarab tursak, Xovaling shohligi bu. Bular hammasi Buxoro, Amorat Buxoroga qaraganlar. Uchengeni bunoq sviyaz bo'lmagan kontrol qilishga prosta o'sha yerlarni olganlar, o'sha yerlar yiliga dolya topshirganlar. Ya'ni bir yilga mana shuncha soliq to'laysan, sen shohsan o'rga. Kak shoh joyiga o'sha Mergorod shoh joyiga bo'lgan. Ya'niki u pachinyatsiya qilgan boshqa joyga. Shuning uchun sug'dliklar bular shohlik bo'lganlar. Bular davlat bo'lmagan, imperiya bo'lmaganlar. Bular shohlik bo'lgan yoki ana sug'dliklarni olib qarasak yoki sho'g'nilarni olib qarasak, darvoz bular ham shohlik bo'lgan. Bular imperiya bo'lmagan, davlat bo'lmaganlar. Misol qoraxonliklar kelganda bularni olgan, lekin shohligi turgan joyiga. Bular o'sha yiliga o'sha soliq to'laganlar kerakli joyiga va yerlari qo'y boqaydigan, yaylaydigan yerlarni qoraxonliklar o'sha qaliqli o'zlari ishlatganlar va ular dolya topshirgan, lekin shohliklari turgan, buzmaganlar. Hech kim ularni olib kelib boshiga sen ketasan böyle qalliq shoh bo'ladi deb qalliqdan shoh qo'ymaganlar. O'sha o'z shohliklari, o'z odamlari, o'z urf odatlari hammasi o'ziniki turgan. Faqat bu davlat qoraxonlik davlati, bu shohlik qoraxonlik davlatiga pachinyatsiya qilgan. Ya'niki buni yeri hisoblangan. Glavniy o'sha davlat yeri hisoblangan qoraxonlik bo'lgan. Bu qoraxonlik o'zi 940-yildan to 1200 xato qilmasam, yo 12-chi yo 21-yilga davr bu davlat qoraxonlik davlati, ya'ni qalliqlar davlati. Bu shu mana shu bugungi O'zbekistonni yarmi, Qozog'istonni mana Taraz, to mana Chu, Almata bo'rlari bilan baxtdan ketgan Qirg'izistonni mana Issiqko'l bu tomonlari bilan olsak, to Xitoyda Sinziyaniga davr xaritasi bu, o'zini o'sha zamonga chizilgan xarita bu. To o'sha Sinziyanga davr bir qismi Sinziyanning ham bir qismi bu qoraxonlik yeriga kirgan. O'sha qalliq yeri qayta qoraxonlikka bo'lgan. Ya'ni dinastiya almashgan. O'sha qalliqlar o'zlari bo'lgan, faqat nomi almashgan. Alidan Valiga almashtirganlar nomini, tamom. O'sha sistema shohlar, o'sha shohlarning balalari, o'shalarning jiyanlari yoki o'sha bo'lgan, biror narsa almashmagan. Faqat dinastiya alishgan. Endi bugun tarix yozgichlar ularni Uyg'ur deydi. Bugun tarix yozgichlar ularni bilmayman boshqa millatlar deydi. Bu narsani aytishga haqlari bu. Nimaga deganga-ki, qalliqdan, ya'ni qalliq nomiga to'plangan bu 9 ta qabila bo'lgan. Bu 9 qabila bo'lgan. Bularga Uyg'ur ham bu ichiga, bugungi Qozoqda ham qabilasi bo'lgan ichiga, bugungi O'zbeklarning ham qabilasi bo'lgan ichiga, bugungi Turkmanlarning ham qabilasi bo'lgan ichiga. O'shaning uchun bular aytishga haqqi borki, bu kaganat Uyg'ur kaganati edi, yo kaganat O'zbekka ta'lug'i bu, yo Qozoqqa ta'lug'i bu, ya'ni Qozoqqa tegishi bu degan bu narsalarni aytishga haqqi bu. Nimaga deganga-ki, bu kaganat 9 qabiladan tashkil topgan. Neki o'sha qalliq nomi bilan kelgan shu chenga davr
faqat Tojikistondagi yo O'zbekistondagi bir qabila qalliqlar yoki bir nimadagi Qozog'istondagi bir insonlar qalliqlar o'zlarini qalliq deb biladi. Ya'ni o'sha nomdan bugunga davr kelgan. Buni olib qarasak agar bularning haqqi bor. Bularning haqqi borligi shuki, chunki shu qabilalarki bugun o'zbek nomiga ketgan, qozoq nomiga ketgan, qirg'iz nomiga aralashib ketgan yo Uyg'ur aslavnoy nomiga aralashgan bo'lsa, chunki bu qabilalardan qalliqqa bo'lgan. Garchan Uyg'urskiy kaganat o'zi alohida bo'lgan. O'sha Uyg'ur kaganati bularni qalliqlar bilan urushgan, bir marta qalliqlarni davlatini sindirganlar. Bular endi bu nima deylik? Bu tarix. Buni biz dushmanlik yo'liga ishlatmaymiz. Nafrat yo'liga ham ishlatmaymizki biz Uyg'ur urushdi, Qirg'iz urushdi, Qozoq urushdi, boshqasi urushdi. Bu narsani agar ishlatsang nafrat yo'liga ishlatasan, biz buni nafrat yo'liga ishlatmaymiz. Chunki buni biz tarix yo'liga ishlatamiz. Chunki bugungi Qozoq ham, bugungi Qirg'iz ham, bugungi Uyg'ur ham, bugungi shu har bir turk tillagi bular bizni iragimizni yarmi bular. Nimaga deganga-ki, aka uka ham orasiga urushadi. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Endi u zamonga yer uchun talashganlar, bilmayman, status uchun talashganlar, ko'p narsalar bo'lishi mumkin. Neki bular hammasi o'sha bir aka ukadagilar. Chunki bular bizni o'sha bir iragimizni yarmi desak ham biz xato qilmaymizki, chunki bu Qirg'iz, Qozoq, Turkman bugungi bular biz uchun iragimizni yarmi. Biz bular uchun iraglarini yarmi bo'lishimiz kerak. Ya'ni o'sha uruv turgan mana shu yerdagi iragini yarmi bo'lishimiz kerak. Chunki qalliq tarixi o'zi asli olib qarasak agar shu xuddi turk tarixiga agar 5 ta agar tillo sutum tarixi bo'lsa agar o'sha tillo poya tarixlari bo'lsa, o'sha 5 tadan birtasi bu qalliq tarixi. Lekin bugungi qalliq yeri, qalliq avtonomiya yeri yo'qligi bu narsa ko'p achinarli joyiki o'sha bo'lgan imperiya, turk imperiyalari, eng katta imperiyalardan agar 5 tasidan olib qarasak, o'sha 5 ta nomga qalan bir oblast, bir yer, bir mayda ham bo'lsa, bir nima ham bo'lsa, bular 5 ta nomga qalan ajratilishi kerak edi. Lekin bugun eng achinarli joyiki o'sha 5 ta nom yer yuzidan o'chirilib, yangi nomga o'tib, u nomlarga aqalan bir yer nom qo'yilmaganda bir narsa. Faqat bir pamitnik qo'yib qo'yganlar, bu pamitnikga bir haykal qo'yib qo'yganlar. Bir oblastni, bir yerni shu nomga o'tkazib, shu xalqni shu nomga o'tkazib yashasalar, ya'ni bu yana boshqa xilroq tarix, ya'ni tarix ham bu yashnab turishi mumkin edi. Lekin bugun tarixni o'z qo'llari bilan o'ldirayotibdilar bular. Bular qolgani o'z qo'llari bilan o'ldirayotdi. Xulos, ya'ni ki 200 yil qalliq kaganat nomiga, undan keyin smena, ya'ni dinastiya almashuv 300 yil qoraxonlik, 300 yildan ziyodroq qoraxonlik nomiga qalliqlar davlat qilganlar. Agar buni olib qarasak, shu O'rta Osiyoga, o'sha asrlarga eng uzun umr ko'rgan davlat bu qalliqlarning davlati. Hattoki turk kaganati, boshqa kaganatlarga agar olib qarasak, bular 200 yil, 300 yil, 150 yil, 80 yil, 50 yil, bir xillari 30 yil, 20 yil davlat qilganlar, kaganat qilganlar. Ya'ni eng kalta umr ko'rgan. Shu oralariga, o'sha shu hamma shu turk imperiya oralariga eng uzun davlat qilgan bu qalliq bo'lgan. Ya'ni qarab 600 yilga yaqin davlat qilgan. Bular 600 yil bular davlat qilganlar. Oraga faqat kaganatdan qoraxonlik davlatiga almashgan, tamom. O'sha yer, o'sha davlat, o'sha vlast, o'sha shohlarning nevaralari, avlodlari
qaytarib to bu 600 yil davlat qilganlar. Bu eng uzun davlat hisoblanadi O'rta Osiyo tarixiga. Eng uzun davlat hisoblanadi. Chunki bir dinastiya o'sha 600 yil davlat qilgan O'rta Osiyoga. Bu faqat bu qalliqlar kaganati qilgan. Ya'ni qalliqlar ovlodi. Bugun o'sha ovlodlardan o'sha 9 ta bo'lgan qalliq qabilalardan o'sha nimalar reshalaridan bugun ajrashgan misol o'zbek bo'lgan boshqa nomga o'tib ketganlar. Bularni ham haqqi bu o'tishga, qaytishga ham haqqi bu, ketishga ham haqqi bu, qolishga ham haqqi bu, hammasiga haqqi bu. Lekin biz mana shu bir kaman bo'lsaklar agar hozir Tojikistonga buni olib qarasak shaklma bir qarov million yo milliondan sal o'tamiz yo kamroqmiz. Chunki Tojikiston bizga bu haqni bermaydi. Biz ofitsialni o'zimizni hisoblab yozsak qanchaligimizni. Tashakkur, sipos. Neki qancha bo'lsak bo'lmasak agar bir tayam bo'lsak, 10 tayam bo'lsak, bizlar mana shu o'sha qalliq nomini bugunga davr o'sha o'z nomi bilan qalliq biz deb olib kelyaptik. Ki bugun ham xati o'sha qalliqlarning ichiga ham Tojikistonga ham ya'ni nechi shoxga bo'linadilar. Chappa, So'nqul, Oymon, tamnimasi bor edi. Ya'ni nechta o'sha qozoqlar buni juz deydilar. Mana shu nechi juzga bular bo'linadi. Mana men chappasidanman. Qalliqni chappasi. Bular endi o'ta tarafdan hisoblanadi. Yana bizni Momavi So'nqul edi shaklimi. So'nqul. Bular mana shu keyin o'z shoxlariga bular tag'am ajraladilar. Endi bu narsadan yana ko'proq ishlash kerak. Chunki bu narsalarni bobolarimiz yo otalarimiz ko'p bilaydi, o'lib ketdilar. Biz shu narsalardan sal uzoqroq qolib ketdik. Sharoit, dunyo bizni uzoq qildi. Bu narsalarni ko'proq o'rganish kerak. Bular ham Tojikistonning o'ziga ham nechta Chappa, So'nqul, Oymon, Oymon desak bugungi Nayman deydilar-ku, Qozog'istonga Nayman deydilar. Mana shu Naymanlar ham mana shular ham bir qalliq kaganatiga bir guruhlari bo'lgan Oymon deydilar bularni. Oymonlar deydi. Tojikistonga bir tog'ba Oymon kalla deydilar nomini. Chunki bilmayman qaysi Oymon qaysining kallasini yo'shar olganini, yo'q qay Oymonni kallasini yo'r olganlar. O'sha tog'ning nomini Oymon kalla deydilar. Bu qalliqlarning qishlog'iga. O'sha tog' Oymon kalla, ana Oymon kallani nariga deydi, Oymon kallani ustiga deydi. Men molim ko'rmading desa, Oymon kallani nariga deydi. O'sha Oymon kalla tog'ni u tomoniga deydi, o'tkin u tomoniga. Mana shuna bir Oymon kalla degan tog' ham bu. Ya'ni bular Naymanlar bo'lgan. Chunki Naymanlar ham hozir agar olib qarasak o'zbek nimasiga ham bu, qozoqqa ham bu, qirg'izga ham bu, turkmanga ham bu, bular hammasiga borlar. Yoki qalliqda olib qarasang o'zbekka ham bu, qozoqqa ham bu, qirg'izga ham bu, hammasiga bularga bu. Yo boshqalarni ham olib qarasak, bular oralariga bu. Bular o'zi asl olib qarasang hammasi agar o'zi qonuni olib chiqsang hammasini qoni bir chiqadi. Bular chunki ko'p aralashganlar, bir-birlarini olgan, yashaganlar, urushganlar yer uchun. Xulos, ya'ni bu aka-ukalik o'rtasidagi urushlar, jonjollar, yo aka-ukalik o'rtasidagi tushunmovchilik desak, yo bilmayman bir kamchilik desak bo'ladi. Chunki bular hammasi bir aka-ukadagilar. Ya'ni bir ochani, bir otani balasilar bular. Desak ham xato qilmaymiz. Ya'ni ki shuni bular qonlari yo tarixlari, istoriyalari bir. Ana endi bugungi Tojikiston yerini olib qarasak yoki bugungi tojik birodarlarimizda agar olib qarasak, bular aytadiki bu Tojikiston yeri bizniki deydi. Bugungi Tojikiston yeri bizniki deydi. Lekin asl tarixga olib qarasak agar bu yer o'zi Xitoyniki bo'lgan. Bu yerga Xitoy ko'p влияние katta bo'lgan. Chunki o'sha tarixdan olib qarasak, bugungi Sho'g'nilar, bugungi Darvozlar, bugungi Badaxshlar, bular allin Xitoy влияниясiga bo'lganlar.
Bular bu territoriyalar bugungi Xatlon oblastlari, Badaxshon oblasti deb hozir agar olib qarasaklar, bular hammasi nima bo'lgan? Bular ko'pincha Xitoy ta'siriga bo'lgan. Bular Xitoy kontrolировать qilgan. Qalliq bu yerda urib olgandan keyin, Xitoy chiqqandan keyin bular hammasi qalliqni nimasiga o'tadi, влиянияsiga o'tadi. O'sha albatta ham aytdimki, bu ya'ni shohigarilari bu qoladi. O'z shohigariylari qoladi, faqat yiliga dolyani topshiradi, yashayveradi, kontrol qalliqni kontroliga bo'ladi. Ya'ni boss direktor va zam direktor. Bular zam direktor, qalliq direktor bo'ladi bu yerlarga desak bo'ladi. Ya'ni ishxona olib, ish to'g'risiga olib qarasak. Mana shunoq to 1221-yilga davrda 12-yil shu yerlar o'zi asli ofitsialni qoraxonlik davlati bo'ladi. Ana bundan keyin Mo'g'ullar keladi. Mo'g'ullar kelgandan keyin massa Mo'g'ullar qochish, tog'lar orasiga qochish, ko'chib ketish, xususan Sug'd yoki bilmayman mana bu Samarqand, Buxoro bo'rlardan Termiz bo'rlarga forslar ko'p yashagan. Keyin bu yerdan keyin shu forslar keyin massa ko'chishni boshlaydi. Aqtan arablar keladi, arablardan, bulardan aralashib, keyin asta-asta qolib ketadi. Bir gap bu-ku, agar qarasanga aytadiki, qalliq jiyani tojikay deydi. Shu gapni agar bilsangiz. Chunki bular massa ko'chib borganga, o'rga keyin bular xudo bo'lganlar, qizlarini ko'p olganlar qalliqlar. Qalliqlar bolalariga qizlarini ko'p olib bergan. Bulardan tug'ilgan bolalar tojikka jiyan bo'ladi. Chunki ochalari ko'pi tojik bo'lganda bo'lganda. Ochasi tojik bo'lgan, otasi qalliq. Keyin bulardan tug'ilganlar ko'pi keyin aralashib, hozir agar tojiklar qonuni olib qarasang, agar historiya bo'yidan qarab kelsan, qanday aralashganini, hozir olsang hammasidan qarab genetika qalliq genetikasi chiqadi. Tojiklarning o'zidan ham ko'pidan qalliq genetika chiqadi. Chunki nimaga deganga ko'p o'sha zamoniga olib berdi bo'lganlar, qolganlar. Shuningdan keyin bu mana bugungi tojik til o'shalarga qolib ketgan. Nimaga deganga qara, ota, ocha, bobo, moma. Chunki bular kelib keyin bizlarni o'sha qalliqlarning orasiga, bizni bobolarimizni orasiga bular keyin shu so'zlardan ota, ocha deb chaqirganlar. Chunki tojik so'ziga na Buxoroga, na Xujanga, na Eronga, boshqa joyga, biron joyga ota, ocha degan so'z, bobo, moma degan gap chaqirmaydilar. Nimaga deganga bu o'zi turk qalliq so'zi. Qalliqlar ota, ocha, bobo, moma degan qalliqlar aytgan bu so'zlarni. Ya'ni bu qalliq so'zi keyin asta-asta bular qabul qilib o'shara qoladi. Xo'p, yaxshilikdan istifoda olib borib, asta-asta qalliqlar bo'ladi-da deb keyin qolganlari qolib ketadi. Shunoq bo'lib ko'payadi. Keyin ko'pi boshqa keyin tojik bo'lib ketadi, ko'pi boshqa narsa. Lekin o'sha gruppa qalliqlar bugunga davr qolgan. Shu asos tarixga qarasak, agar biz bu yerga ko'chmanchi emasmiz, bizga bironta yo'l bergan emas bu yerga, bizlar Xitoy bilan jonjol qilib bu yerlarni bobolarimiz, ojdodlarimiz o'tib ketganlarimiz olgan, jonlarim. Bu o'zi bu o'zi ana keyin kam shatalikda ham ishlatganlar. Bu shatalik ham zo'r narsa agar deydi-ku, shatalik qilsang ham zo'r olasan. Qalliqlar shata bo'lmagani uchun, qalliqlar uspakoyt bo'lgani uchun shu narsa bo'lgan. Agar qalliqlar o'sha olgan zamonlarga dinastiyalarni boshiga o'sha shohlarni polni shohni chappa qilib joyiga agar qalliq shohlarni qo'yib, bu yerga yo'q qalliq tiliga gapirasizlar deb agar o'sha nastayvat qilganga edi, bu chenga bu o'rtalar shoyatki Badaxshilar ham, Shug'nilar ham, Zarafshilar ham, boshqalar ham shoyat qallig'i gapirib ketishi mumkin edi yoki Samarqand, Buxoro ham qallig'i gapirishi mumkin edi. Sug'd ham qallig'i gapiraydi. Chunki hech Turk imperiyasi birontasi qarz olgan bo'lsa, biron joyda tiliga, diniga, kulturasini teginmagan, chapa qilmagan, tegmagan. O'sha hattoki shohlariga ham tegmagan. Shohini qo'ygan o'sharga sen shoh bo'laver. O'zidan shoh qo'ymagan o'rga. Ya'ni ki eng bir xato desak yoki eng bir yaxshi ish qilgan desak yoki eng bir xato ish qilgani shu bo'lgan. Shu sababi bugun mana shu turklar o'zi aslan mana shu olgan yerlari
o'z kultura, o'z tiliga qolib ketdi. Va bugun Tojikistonga bizni o'z kulturamizni qo'ymaydi, o'z tilimizni qo'ymaydi. Ya'ni ki bular uje stilni almashtirdilar. Bular davay bu bosish kerak. Bizni qo'lga tushgandan keyin biz buni yo'q qilishimiz kerak degan maqsadni shu programma bilan asta-asta bizni yo'q qilyotibdilar. Biz yo'q bo'lib ketayotdik. Eng katta istoriyasi bu qalliq, bu faqat qalliqlar bechoralar bu narsadan qolib ketganlar, bilmaydilar. Qarga qalliq bo'lsang bir-biringga shu videoni taylanga jo'llarim. Bunga podpiska qilib qo'yinglar. Men bundan keyin bir haftaga bir marta qalliq tarixidan o'qiyman. Keyin sizlarga men tavsiya beraman. Qoraxonlik kitobi agar qargat bo'lsa, topinglar, zakaz qilinglar. Hozir internetdan ham olib bo'ladi. Zakaz qilasan hamma joydan. Olinglar qoraxonlik kitobini o'qinglar. Garchan kamgina plus minuslari bor, usiga ahamiyat bermang. Chunki keyin yozilgandan keyin ba'zi narsalari bo'lishi mumkin. Agar ko'proq ma'lumot olaman desanga, Xitoy xronika yoki Xitoy manbalariga internetdan bugun internetlaring bu kira olasizlar. Yozsang agar Google'ga o'sha qalliq kaganati mana shu Xitoy istoriyasidan qaysi kitobdan topsak bo'ladi, o'rga nomlari chiqadi. O'sha kitobga kirasizlar, yozasizlarki shu kitobni o'ris perevodiga deb yozsang, o'sha Google o'zi hammasini perevod qilib sizlarga beradi, qaysi manbalardan sizlar kirib o'qisanglar bo'ladi. O'rlardan topasizlar, keyin Hind manbalaridan kirib topsanglar bo'ladi, qoraxonlik, qalliq davlatlaridan. Keyin Tibet manbalaridan topsanglar bo'ladi, keyin arab manbalaridan topsanglar bo'ladi. Qaysi manbalardan xohlasanglar shu istochniklardan sizlar Google'dan kovlaysizlar, faqat nomini yozasizlar. Nima kerak deb yozasizlar, ular sizlarga variantlarini beradi. Nechta variant beradi? 10-15 ta variant beradiki, qaysi variantidan sen xohlasang o'sha variantdan o'zing uchun olib o'qib bilasan. Bu yerda kamginaroq ham bo'lsa qalliq tarixi, qalliqlar hech vaqt sizlar kalalaringni past qilmanglar, chunki eng ko'hna, eng qadim, eng uzun davlat qilgan sizlar qalliqlasizlar. Ya'ni meni sizlar qalliqlamiz. O'shaning uchun bugun ham aytaman, erta ham aytaman, to tirikman aytamanki, qalliq o'zini hech bo'lmasa avtonom respublikasi bo'lishi kerak. Farqi yo'q, qaysi yerdan bo'lsa bo'lishi kerak. Va o'zini asl yeridan, bugun Tojikistonni ham desak agar, mana shu Xatlon oblastida shunaqa bo'lsak, bu o'zi qalliq yeri. Ya'ni 300 yil, 500 yil bu yer qalliqda yeri bo'lgan. Men xarita bilan, istoriya bilan dokazat qilib beraman. Bir muhlat bo'lgan, bir qo'yta bir 20-30 yil somonilar olganlar o'sha qalliqlan kaganat singandan keyin bir muhlat olganlar bu yerlarni. Buni hech kim inkor qilmaydi, lekin ko'p emas. Bir 30 yil, 20 yil bularning tasarrufiga bo'lgan. Kamroq. Bundan keyin tam qayta qoraxonliklar obratna qaytarib olganlar. Eng uzun muhlat 500 yil bu ya bo'ldiga bir navis chivti abla olyam chunki hay mana shunaqa kelinlar ko'plar bir xillar hay yozadilar bular. Chunki tarixdan isbot qila olmagandan keyin shattalik ham zo'r yo'l. Shattalik zo'r yo'l. Vaqtiki men shu tarix yozgichlariga ham vizov taylaganmanki, men sizlar bilan gapiraman tarix bo'yiga qochadilar. O'shaning uchun aytaman-ku, isbot bo'lmagandan keyin jonim men seni nara qilib yuray, chunki sizlar kerak emassizlar sizlar. Isbot bo'lmagandan keyin bular nima qiladilar? Bular shattalik qiladilar. Shattalik ham zo'r yo'l. Zo'r yo'l shattalik qilib olsan. Shu shattalik qilasan, o'zingni yulasan, o'zing yerga taylaysan, vag'illaysan, jag'illaysan, shattalik qilasan, shattalik ham yaxshi yo'l agar ishlatolsang bu narsani. Chunki qalliqlar bu narsani ishlatolmaydilar shattalikda. Biz faqat tarixdan dalil, asnot, faktdan nima qilamiz biz? Gapiramiz. Agar har kim tarixdan dalil, asnot, faktdan kelsa, gapirsa,
biz tayyormiz bilasiga gapirishga, diskussiya qilishga, tarix bo'yidan aytishga. Shuning uchun biz Somonilardan allin paydo bo'lgan qalliqlar davlatimiz, Somonilardan keyin ham 999-yil qayna 1000-yil Somoni singan bo'lsa davlati to 1221-yilga davr. Ya'ni Somonin davlatidan biz 200 yil allin paydo bo'ldik. 100 yil o'rtaga Somoni davlati bilan bizlar urushdi, bizni urdi, biz bularni urdiklar. Bundan keyin yana 200 yil degan Somoni davlatidan keyin ham biz davlat qilganmiz. Qalliqlar davlati bo'lgan. Ya'ni bu o'rtaga biz qarib 5-600 yil davlat qilganmiz, Somoni 100 yil. Ya'ni Somoni 100 yildan tojiklar bugun haqlari bu davlat qilishga, biz 600 yillik tarixdan bizda haqqimiz yo'q davlat qilishga. Aqallan bir oblast bo'lishga, Qalliq oblasti bo'lishga bizda haqqimiz yo'q o'z yerimizga. Shuni o'zlaring xayol qilib o'ylab chiqing. Nima gapti bu? Jonlaring omon bo'lsin qalliqlar. Bo'lsin yana shura Facebook'imga ham Astana Arslon Kagan yozilgan. O'rgam agar kirsanga o'rdan ham hamma faqat tarix taylayman, o'qiysizlar. O'rdan faqat o'sha nimalarni men screen qilib olaman, baqa taylayman, o'sha nimalardan o'qiysizlar. Kopirovat qilib taylayman. Facebook'imdan o'qiysizlar. Qolganlaring jonlaring omon bo'lsin. Shatta-shattaligini qiladi. Hech narsa fakt asnot dalilli ustiga chiqa olmaydi. 100 shattalik qilgin, 100 o'zingni urgin, bilmayman, ko'chaga chiq, hamma narsani qilgin. Dunyoga eng yomon narsa o'sha xuddi o'zimizda mana shu tojik birodarlarimiz ham aytadi-ku, az tuhmati nogahon az bir narsadan Xudo asragin deydi-ku. Ya'niki mana shu tuhmat, shatta bu eng dunyoga yomon narsa. Ki shu narsani ishlatadi insonlar o'zlarini opravdat qilish uchun. Va men biron joyga na shattalik ishlataman, na tuhmat ishlataman. Asnot, fakt, dalil. Kirsanga gapiramiz. Jonlaring omon bo'lsin. O'tingga Facebookka. Meni vaqtim tugadi. Keyin ham bir-birta gapiramiz. Kim nima bilsang agar qalliq to'g'risiga kommentariyaga yozib qo'ying. Agar men bilmagan joylarim bo'lsa, biron joydan istochnik topib o'qishga. Qalliq literaturasi, kota literaturasi bu. Qalliqni yozishi, hamma narsasi bu. Shoirlari bu, hamma narsasi bu. Bu yolg'on narsa. She'rlari ham bu. Million she'ri borki, bugun minglab biz qo'shiq qila olamiz. Minglab biz o'z madaniyat farhangimizga, qalliq farhang madaniyatiga ishlatib olamiz bu narsani. Neki eng bir achinarli joyki bugun qalliq madaniyatdan uzoq bo'lib ketgan, asta-asta yaqin bo'ladi. Keling, jonlaring omon bo'lsin, yozing kommentariyaga, faqat ma'lumot bo'lsa, fakt, asnot, dalilni. Bo'lmasa agar o'zlaringni ovora qilmang. Shattalar, shattaliklaring qilavering. Nima qilasan endi? Shattaga nima deysan?